Manam, to'g'risini aytsam, boy qiz emasman. Oddiy bir qishloq qiziman. Uyi sharoitini hamma biladi, shu kambag'al oilani oddiygina bir qiziman. Inshaalloh, Xudo xohlasa manam mashhur inson bo'lsam deb niyat qilgandim. Instagramda mashhur bloger qizchaga aylanib qoldim. Allohga shukr. Instagramda videolar qo'yishni 2023-yili boshlaganman. Undan keyin tinmasdan video qo'yganman. Har xil yo'nalishda. Qilmagan ishim qolmadi desam ham bo'laveradi. Unaqa ochiq-sochiq emas, lekin to'g'ri ma'noda. Obro'ga putur yetadigan, ya'ni ochiq-sochiq yoki boshqacha rasvo ishlarni qilmadim-ku, lekin boshqa barcha bachkana ishlarni qilib videolarni joylaganman. Endi buni hamma to'g'ri tushunsa kerak, mashhur bo'lish uchun nima bo'lsa qilganman. Lekin birorta yomon ishlarni qilmaganman. Chunki qiz bolaman, unaqa ishlar menga to'g'ri ham kelmaydi. Ertadan keyin oila qurish bor. Xullas, ota-onam yuzini yerga qarashni xohlamaganligim uchun ham, ota-onam menga ishonganligi uchun ham men unaqa rasvo ishlarni qilmaganman. Xullas, yaxshi bo'lib ko'tarildim. Instagramda shunaqa qilib mashhurlikka o'z kuchim bilan bittalab obunachini to'plab erishdim. Allohga shukr, hozir 84 mingta Instagramda meni kuzatuvchi obunachilarim bor. Shu 2023-yili boshlagan bo'lsam, mana shu yilgacha ancha mehnatim singdi desam ham bo'laveradi. Ko'plab videolarimni kelgan, obunachilarni ko'paytirganimdan keyin o'chirib ham tashlaganman, lekin u videolarimda juda ham ko'pchiliklar ko'chirib olgan ekan. Ularda bor, hali ham videolarim boshidagi videolarni qanaqa qilib olib chiqqanligimni hamma biladi. Shunaqa qilib mashhur qizchaga aylanib olganman. Xullas, Allohga shukr, hozirda meni qirolicha Kaniza desa hamma taniydigan darajada mashhur bo'lib oldim. Allohga shukr deyman, mana shu mashhurlik darajasiga erishtirganligi uchun ham. Juda o'ta darajada emas, endi hamma biladi. Qirolicha Kaniza desa taniydigan darajada bo'lib olganligim uchun Allohga shukr deyman. Endi Xudo xohlasa, hali yana bor mashhurlik daraja, shunaqa ularga ham inshaalloh hali erishib olaman. O'zi men ijtimoiy tarmoqdan pul topish uchun kirmayapman, lekin bunga ham majbur bo'lib qolasak, o'zi men birinchi o'rinda pul topishni niyat qilmaganman ijtimoiy tarmoqlardan. Bu faqat meni hobbim, ya'ni qiziqishim. Qiziqish orqali kirib qolganman. Umuman bundan pul topaman deb ham o'ylamagandim. Hozir 3 minut bo'ladi, shu video to'ladi. Davomini keyin gapirib beraman. Xo'p. Davomini keyingi videoda gapirib beraman.